keling, bugun sizlarga men o'zimni tariximni aytib beraman. Qanday qilib Nilufar Xonim darajasiga yetganim haqida. Qisqacha. 2016-yilda men o'g'lim dunyoga kelgandan keyin uyda tikish qila olmadim. Yosh bola bor joyga ko'p begonalar kelishini unchalik xohlamadim. Va aynan o'sha yilda men tashqariga, ya'ni atelye ochib ishlashga chiqdim. Atelye ochib chiqish uyda tikishdan ko'ra ancha-muncha murakkabligi bor ekan va ancha-muncha hisob-kitoblari bor ekan. Men aynan mana shundan yiroq bo'lganim sababli 3 oyda juda ham katta kamomatga uchradim, ya'ni bankrot bo'ldim. Shunda Excel Shows rahbari Salohiddin degan ukam bor edilar. Sana shu ukam juda ham chiroyli menga maslahat berdi. Opa, siz juda ham biznesda kuchli insonsiz, tajribangiz o'ta kuchli, lekin sizga bilim kerak. Bilimsiz biznesni ro'za olmaysiz. 6 millionga Ibrahim Gulamovning darsliklari mavjud. Aynan o'sha coachingda o'qishingizni tavsiya qilaman dedi. Men 6 millionni eshitib qizajonlar, ishoninglar 600 so'mmam yo'q inson birinchi o'rinda nima dedim? Manda agar 6 million pul bo'lsa, men o'zim shundoq ham biznesni qurib olaman degan eng katta xatoni qildim. Qo'yarda qo'ymay borib uchrashtirdi va coachingdan oldin menga bitta zo'r imkoniyatni aytishdi. 2 ta odam toping va siz bepul o'qiysiz. Bu narsa menga lampochka bo'lib yondi. Men bitta narsadan imkoniyat topishni juda ham yaxshi ko'raman va aynan mana shu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslikka harakat qilaman. Nimagaligini aytaman qizajonlar, chunki Alloh menga bejizga shu ukamni yubormadi, bejizga men coachingga bormadim va bejizga bir tiyin pulim bo'lmasa ham harakat uchun Alloh menga bir imkoniyatni ko'rsatdi, tomni sabab qilib. Va men 2 ta odam topdim, ular pul to'lab o'qiganligi sababli men bepulga o'qidim. Mana shunday qilib meni birinchi biznesdagi darsligim shunday boshlandi. Agar sizga davomi qiziq bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini qoldirib keting.